barcha obunachilar salom. Sizlar bilan bugun men Sinor Murodov kanali. Do'stlar, men YouTube yangiman va shuning uchun kanalga obuna qo'yib, videoga like bosishni unutmang. Qani men unda videoni boshladim. Xo'p, do'stlar, sizlarga birinchi bo'lib tarkibimni ko'rsataman va mana mening asos tarkibim va zaxiradagi 8 talik va reserve bo'limidan qolgan futbolchilarni ko'rishingiz mumkin. Videoni to'xtatib ko'rishingiz mumkin. Men tez o'tkazib boryapman. Xo'p. Tarkibim juda ham ajoyib. Va endi stadionni ko'rsatsam. Va mana stadion. Do'stlar, bu video tanishuv. Xo'p. Ana endi Urugvayga qarshi o'ynaymiz. Play'da bosdik. Xo'p. Juda ham zo'r o'yin bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Chunki bundan ham qiziqroq videolar albatta chiqadi. Erling Haaland, Usmon Dembele. Hop. Men YouTube'da yangi bo'lganim uchun gapirib o'ynash sal menga qiyinroq. Lekin baribir gapirib o'ynasa juda ham obunachilarga qiziq bo'ladi. Va biroz shamollaganman do'stlar. Lekin shunda ham video olmoqdaman. Juda ham ajoyib tarzda kirib keldim mana YouTube'ga. Albatta sizlar qo'llab-quvvatlasanglar. Nima desam bo'ladi? 100 ga ham bo'lishimiz mumkin. Voy! Gapirib o'ynash qiyin. Va qoida buzilmoqda. Darwin Nunezga esa sariq kartochka. Bu yerga Dembele'ga berish kerak. Usmon Dembele. Zarba va gol. Usmon Dembele hisobni ochmoqda. 22-daqiqa. Ajoyib gol bo'ldi do'stlar. Hozir 22 metrdan 71 km/s tezlikda. Deyarli 9 desak ham bo'ladi. Albatta komment yozinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar do'stlar. Agar 50 ta bo'lsak, men stream qilaman. Yaxshi. Fernandes. Mbappe, Haalandga ajoyib pas, lekin offside. Keyin sezdim. Siz qanaqa o'ynagansiz? Avval shuni yozib qoldiring. Masalan, men Dilsidan oldin ko'pgina o'yinlar o'ynab ko'rganman. Ya'ni qanaqa desangiz, Jumanjini o'ynaganman. Yana Counter, Minecraftni esa juda ham yaxshi ko'rar edim. Lekin Minecraftni tashlashga majbur bo'ldim. Va mana Dilsidan o'ynayapman. Dilsini to'g'risini aytaman, 1 yildan beri o'ynamoqdaman. Ya'ni 2025-yil boshladim. Boshidan boshlab keyin 5 oylar kirmay qo'ydim. Ko'pgina boshqa o'yinlarda nima deysa o'ynadim. Ya'ni Free Fire'ga juda ham qiziqib qoldim. Va u o'yinni o'ynadim, lekin baribir Dream League Soccer meni comeback qilishga intildi. Va Mbappe jarohat oldi. Vinicius tushiramiz. Uzr do'stlar, shamollaganman bilasiz, aytdim. O'yinni boshida ham, ya'ni videoni boshida. Birinchi bo'lim yakunlandi. O'zgarishlar hozircha hammasi yaxshi. Ketdi. Ikkinchi bo'lim boshlanmoqda do'stlar. Stream qilaman aytgan, boya aytdim. Streamda 1 soat birinchi stream uchun ko'proq yarim soat qilaman do'stlar. Chunki birinchi stream uchun unchalik ko'p qilgim yo'q. Chunki hozirda baribir maktab o'quvchisiman
va o'qishga ham Entrada qatnashishim tan kerak determinante. va to'g'rirog'i yaxshi o'qishim kerak. Se dirige hacia adelante. Xo'sh. No se lo están dejando fácil al rival y van a Mashlar por vaziyat más. yana kimda bo'ladi? Entró muy duro allí. Qoida buzildi. Xo'p, Y el do'stlar, entrenador sal está sog'ligimda haciendo un cambio. muammolar bor. Shuning uchun videoni bir to'xtatdim va qayta yoqdim. La cabeceó para adelante. Vinicius, Junior con un regate. Viniciusdan Virgilga pas, Virgildan Brunoga pas. Bruno, Federico Valverde, Bellingham, Joao Doble serie Cancelo, de pases. Vinicius, nima qiladi? Vinicius gol bo'lishiga sal qolgan edi-ya. Xo'p, yaxshi. Cristiano Ronaldo. Una ocasión de oro. Penalti do'stlar. Va qizil kartochka Valverde. El partido se acaba aquí. Mayli. Xo'p, kelinglar bu tarafga ketamiz. Delasida penaltidan gol urish qiyin bilasiz. Lekin mana urmoqdamiz. Realmente es un Cristiano experto en Ronaldo. penaltis, así que no es Ronaldoning fanatlari bormi? jugado a Albatta bor. marcar. Gran Hayron penalti. bo'lishingiz mumkin. Viniga 7, Ronaldoga 77 berib qo'yibsan deb. Shunchaki Da un paso nima al desa frente bo'ladi? para robar el balón. Bir mavsum ana shunday Están raqam conduciendo el berdim. balón hacia adelante. Qiziqroq bo'lishi uchun. Chunki Vinicius ham Balón para Cancelo. o'ynagan 7-raqamda hozir ham o'ynaydi. Ronaldo ham o'ynagan, hozir ham o'ynaydi. ¡Qué jugador tan rápido! Shunday Él tiene bir el mavsum control del bir balón. mavsumdan. Bien por el Darvozabondan sev do'stlar. necesitaba estar alerta. Lamine Yamal maydonga tushmoqda. Entró al Luka área. Modric va ¡Vaya! ¡La tapó! qotmoqda. Joao Balón Cancelo, para Cancelo. ajoyib aldash, Jude, Luka, Vinicius, Ronaldo. Ajoyib gol bo'lardi. Va shu yerda o'yinimiz yakunlandi. Urugvay hamda Dilson Normurodov, ya'ni O'zbekiston 0-2 hisobi. G'alaba. Men Osiyo matchida 7.5 dan Usmon Dembele oldi. Bitta gol sababli. Mana bu yerda bonus olamiz. Mbappe uncha imkoniyat emas ekan. Shunchani hozir bu yerga Rafinhani qo'yamiz. Yaxshi. Hop. Uncha ham taniqli o'yinchi kelmabdi baribir. Va do'stlar, menimcha mana shu yerda birinchi videomizni yakunlaymiz. Albatta, siz kanalga obuna qo'yib, videoga like bosib qo'ysangiz, men xursand bo'lardim. 50 ta bo'lsak, stream boshlaymiz. Birinchi videom uchun tafsilotlaringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring. Va sizlar bilan Dilson Normurodov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.